Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, YouTube ishqibozlari, motoblog ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa o'zimizni kartoshkaga tushdik. Ochar ochish jarayoni. Dori solishimiz kerak, dori olib kelib qo'yganmiz. Kartoshka mana o'sib ketdi. Sababi go'ng solingan kuzda ham nam havoni hisobiga, yomg'irlar hisobiga o'sib ketdi, xudoga shukr. Yaxshi. Endi shunga ochar ochib dori solamiz, xudo xolasa. Hozir motoblogimizda ochar ochish jarayoni. Bundan oldin eshikni ochib ko'rdik. Sal soyoz bo'lib qoldi. Yana bir kultivasiya yurdim bu motoblogda, videoga olish imkoniyati bo'lmadi. Eshikni ochishga erinib motoblogda ochamiz. Motoblog eshikdan zo'r ochyapti hozircha. Sababi yumshoq, juda tobida yer ham. Temir balonlari yetkazdi. Ishlari yumshoq. Shuning uchun motoblogni ochishga qaror qildik. Yana bir sababi eshikdan tez bo'ladi. Charchab qolmasa bo'ldi odam. Imkon qadar o'g'lim bilan almashib ochyapmiz. Xudo xolasa hozir ochib bo'lsak, shakar dori bor, sulfat. O'shani solamiz xudo xolasa. Hozir uzoq bilan yana bir soatlarda bo'lamiz xudo xolasa inshaalloh. Hali dori yemagan kartoshka. Yaxshi. Kolumba nomi. Ko'z tegmasin, yaxshi. Endi uncha-muncha palaklari yotib qolyapti, iloji ham yo'q. Yotadi. O'sib ketib qoldi. Motoblog uncha-muncha majaqlaydi, hech qisi yo'q. Bo'p turadi. Dizel motoblogimiz xizmatda. Benzinlikda ham otsa bo'ladi. Benzinlik sal оборот tez. Bu ham xuddi shunaqa ishlaydi. İmkon qadar to'g'riroq yuraver. Oy. Shu yoqda sal portlatsa endi. İmkon qadar to'g'ri haydaver. Birinchi ko'rsatib bo'lmasa. Hayda, davay.